Assalomu alaykum azizlar. Ko'pchilikdan keladigan savol 8-9 yoshli o'g'lim yoki qizimda ter hidi boshlangan, jizzaki bo'lib qolgan, jinsiy rivojlanish boshlanyapti. Bu normal holatmi? Bugungi kunda bizda akseleratsiya ro'y bermoqda, ya'ni bu deganiki jinsiy rivojlanish balog'at erta boshlanmoqda. Normada qizlarda 8 yoshdan, o'g'il bolalarda esa 9 yoshlik davrdan boshlab jinsiy rivojlanish boshlanishi, ya'ni jinsiy gormonlarning uyg'onishi bu normal holat. Va o'g'il va qizlarda birinchi belgi jinsiy rivojlanishini bu aynan ter hidini paydo bo'lishi va terlash, ya'ni qo'ltiq ostidagi ter bezlarida o'sha terlash boshlanishi. Keyingi belgilar bular demak sut bezlarining kattalashuvi, qizlarda, o'g'il bolalarda esa tuxumchalarning kattalashuvi bilan kechadi.